Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ruletli baqlajon salatini tayyorlab ko'rsataman. Baqlajonlarimizni yuvib, tozalab olib, ingichka to'g'rab oldim. Sho'rsuvda ivitib qo'ygandim. Ivigan baqlajonlarimizni yayratib oldim. Tuzlarini yaxshi tortgandan so'ng idishimizga 3 ta tuxumni tuz bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Qurigan baqlajonlarimizni tuxumga bulab, issiq yog'da qovurib olamiz. Ikki tomonini yaxshilab qizartirib qovurib oldim. Endi pomidorga navbat. Pomidorlarimizni ham ingichka to'rtburchak qilib to'g'rab, yaxshilab to'g'rab olamiz. Ikkita katta baqlajonga 3 ta pomidor, 3 ta tuxum ishlatdim. Chesnoklar 3 ta ishlatsangiz ham bo'ladi. Men bittasi kichikligi uchun 4 ta ishlatdim. 4 ta chesnok solib, pomidorlarimizga tuzla solib aralashtiramiz va rulet shaklida o'raymiz baqlajonimizni. Pomidorlarim ortib qolganligi sababli ruletlarim ustiga pomidorlarni ham solib yubordim. Agar sizda mehmondorchilik bo'lganda baqlajonlaringizni beliga ko'k piyoz bog'lasangiz ham juda ham chiroyli chiqadi. Mana tayyor baqlajonlarim yoqimli ishtaha.